Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz 5 xonali uyimizni 4-qavatda joylashgan ЖК Gardens, Prestige Gardens, Yakasaro rayon, Orientir, Yujniy vokzalimiz va Vega Center. Bu uyimizni juda ham fayzli va chiroyligina qilingan neoklassika 175 kvadrat 4-qavatda joylashgan. Mana bu oshxona, zal studiya emas. Oshxonani kattaligini qaranglar. Bemalol katta oila, kichkina farzandlar, ota-ona, qaynotalar shundoq o'tirib, mana bunaqa ko'filarni ichib, ovqatlanib, duolarni qilib, saharlarni kutib olib, iftorlik qilib, mana oshxonamiz bor. Va bu ne только oshxona, bu yana terrasali uyimiz. Bunaqa obyektlar juda ham kamda kam. Terrasani qaranglar. 6 personali stol qo'yilgan. Kachelka. Bu yoqda yana chiqishi, bu yerda детский площадка, o'zini kompleksda 4-etajda bemalol bolalaringiz o'ynab, hech qanaqa pastga tushmaydi. Mana uyimiz polni naves qilingan. Yozlarda o'tirib, maza qilib qozon koboblar qilib, hangama qilib, nima ham ketadi. Uchastkada ham hech kam joyi yo'q. Bu yoqda bizda kabinet. Endi xona, endi kabinet desa bo'ladi. Bemalol kompyuterlarni, video naблюденияларni qo'yib, seyflarni yashirib bekitib, polni под потолок shkaflar qilingan yoki garderobni qilsa ham bo'ladi. Endi xohishingizga qarab xonada, endi xohlasangiz gostivoy xona ham qilsa bo'ladi. Nyanka bo'lsa, nyanka xona. Mana bu yoqda chiqish anaqalari. Ko'pchilikda hozir bolalarni nyanka olishyapti, yashab nyanka yoki uyga qarayotgan yordamchimiz mana alohida xona qilsa bo'ladi. Mana bu yoqda kirish joylarimiz, polni koridorimiz. Bu yerda под потолок polni shkaflar qilingan, oyoq qo'yadigan kiyim joyimiz, tepa kiyim, endi shkaf. Bu yoqda общий sanuzelimiz, vanna, chiroyligini qaranglar. Hammasi trap qilingan, bemalol suv hech qayerga tomchimaydi. Maza qilib suvni solib, cho'milib dam oladigan joyimiz. Bu yoqda детский xona, germe stilda qilingan. Mana, отдельно bitta farzand uchun bunaqa tematikasi zo'r qilingan. Shunaqa menga juda ham yoqdi. Shunaqa необычный, chiroyligina uy. Bu yoqda bitta kattagina endi детский spalni, endi yoki ota-onalar yosh kattaligi yoki farzand уже katta bo'lsa, mana alohida xonalari. Zalni qaranglar. Eshiklarni o'zi ribrist shunaqa juda ham chiroyli. Hozir bu qimmat eshiklar, o'shaning uchun kamda kam joylarga qo'yishyapti. Bu zalimiz, panoramli oyna. Gambraskada joylashgan. Ikki tomonda ham svet, vidlari ham va yana balkonlari bor. Bemalol yengillarini, bayramlarni, safardan odamlar kelayotganlar bemalol mana bu umraga jo'nab, hajliga borib kelib, mana bu mehmonlar kutib, vidlarni ko'rsatib o'taman. Ekologiyani ko'rsangiz ham bo'ladi, tog'larni ko'rishni qaranglar. Juda ham chiroyli. Va bu yerda ham bemalol narsani qo'ysangiz bo'ladi. Yo'l yuzida ham bo'lsa, mana eshik yopib qo'ysangiz hech qanaqa shumi yo'q. Bu yerda mana родительский xona. Родительский xona vasha katta, kengina. Germe stilda aralashgan, oranji ranglar hozir juda ham aktualni bo'lyapti, Yevropa stilda. Bu yoqda mana родительский dushovoy. O'zida alohida sanuzellari bilan skrit eshik ko'rinmaydigan. Bu yerda ham garderobniy. Stiklanniy garderobni podsvetkali, xohlasangiz podsvetkani o'chirsangiz bo'ladi. 175 umumiy maydon, 5 xonali uyimiz 4-qavatda joylashgan, закрытый двор, hamma kalit sensorni, polni, domofonlari, sistemalari hammasi qo'yilgan.
Bu judayam menga yoqqani, bu oshxona terrasali bilan niyat qilganligi hammaga ilohim Allohim hammaga yetkazsin shunaqa fazli uyni. Bu qatori ham menga ham. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar. Hurmat bilan ma'lumot uchun 93-964-00 Realtor Sabina. Xayr, salomat bo'ling. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar. Kim uy olmoqchi bo'lsa, shu uyni tashlab qo'ying.